Hormanglar, Mahalla-ko'y futbol ishqibozlari. Siz UzFootball Gaming kanalini tomosha qilyapsiz. Bugun 2026-yilning 3-iyuni. Akalar, futbol olamidagi g'iybatlar shunaqa ko'payib ketdiki, eshitsangiz cho'yingiz tomog'ingizga tiqilib qoladi. Qani, dunyoning bir chekkasidan boshlab oxirida o'zimizning polvonlarga to'xtalamiz. Avvalambor, Yevropadagi bo'yvaqchalardan boshlaymiz. Real Madrid prezidentligiga intilayotganlar shunaqa katta va'dalarni beryaptiki, eshitib hayron qolasiz. Ular Rodrini olib kelamiz deyapti. Akalar, o'ylab ko'ring, Rodri degani futbol maydonining xuddi eng oxirgi rusumdagi, hali salondan chiqmagan jintrasdek gap hamma joyga ulguradi. Motori charchamaydi, benzini ham kam ichadi. Lekin savol tug'iladi. Rodri Manchester City'dek tayyor mo'y almashgan inomarkani tashlab, Madridning qizg'in asfaltiga o'tadimi? Nima deysizlar, Rodri kelsa Realning yurishi yanada girillab ketarmikin? Endi bir bozorga o'tib keldik. Bu yerda hamma narsa qimmat, xuddi Manchester Unitedning transferlari kabi. Mike Carrick deganlari cho'ntaga 200 million funtni so'li bo'lib, bozorni buzaman deb yuribdi. Ular hozir Atalantadan Edersonni 35 millionga olib kelmoqchi. Bu xuddi eski uyga yangi akvarium qo'ygandek gap, tashqaridan chiroyli ko'rinadi, lekin uyni ichi qachon bitadi, buni faqat Xudo biladi. Unitedchilar, aytinglarchi, bu safargi remont oxiriga yetarmikin yoki yana o'sha eski hammom eski to's bo'lib qolaveradimi? Mana endi eng qiziq joyga keldik. Arsenal Julian Alvarezga xuddi qishloqning eng ko'zga ko'ringan qiziga sovchi qo'ygandek yopishib bo'lgan. Atletico bo'lsa, qalin pulni kamida 100 million yevro qilinglar deb turib bo'lgan. Akalar, tasavvur qiling, bu transfer amalga oshsa, Angliyada dahshatli poyga boshlanadi. Bittasi Erling Haaland, ya'ni futbol maydonidagi baquvvat Kamaz, yo'lda chiqqan himoyachini goladay surib ag'darib, to'pni darvoza to'ri bilan qo'shib otib yuboradi. Ikkinchisi esa bizning Shakon Damas, ya'ni Alvarez. Tirbandlik bo'lib yotgan jarima maydonchasining ichiga xuddi yo'lovchi olgandek shuv etib kirib, golni urib, orqasidan gazi deb chiqib ketaveradi. Xo'sh, siz kimga tiqasiz? Hamma narsani maydalab tashlaydigan gigant Kamazgami yoki tirqishlardan o'tib ketadigan Chaqqon Damasgami? Va nihoyat do'stlar, eng shirin joyga keldik. O'zimizning O'zbekiston milliy terma jamoasi. Polvonlarimiz 8-iyun kuni Niderlandiyaga qarshi maydonga tushadi. Bu shunchaki o'yin emas, bu jahon chempionati oldidan haqiqiy imtihon. Yigitlarimiz hozir shunaqa holatdaki, xuddi yangi olingan jintrani obkatkadan chiqarib, trassada 180 tezlikda haydashga tayyor turgandek g'ayratga to'la. Niderlandiyaliklar bizni oson yutaman deb o'ylayotgandir, lekin bizning polvonlarni ko'rib hayron qolishi aniq. Akalar, hisob qanday bo'ladi? Taxminlarni kommentariyada kutyapman. Xullas, futbol olami mana shunday galagovur. Sizlar bilan UzFootball Gaming kanali bo'ldi. Videoga bitta laykni bosib, Damasklarga ulashib qo'yinglar. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'linglar.